Keyingi mavzuga o'tamiz. Uyqu gigiyenasi nima? Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi mavzuyimiz uyqu gigiyenasiga bag'ishlanadi. Bu sog'lom, chuqur va tiklovchi uyquni ta'minlashga qaratilgan odatlar va qoidalar majmuasidir. Uyqu gigiyenasining asosiy qoidalari bor. Birinchidan, har kuni bir vaqtda uxlash va uyg'onish. Hatto dam olish kunlari ham rejimni buzmaslik kerak. Ikkinchisi, yotishdan 1-2 soat oldin telefon, kompyuter, televizorni cheklash. Tinchlantiruvchi mashg'ulotlar bilan shug'ullanish kerak. Bunga kitob o'qish, yengil musiqa eshitish, iliq dush qabul qilish kiradi. Uchinchidan, uyqu uchun qulay muhit bo'lishi kerak. Xona sokin, qorong'u va salqin bo'lishi kerak. Qulay to'shak va yostiq bo'lishi lozim. Yorug'lik va shovqinni kamaytirish zarur. To'rtinchidan, ovqatlanish va ichimlik qabul qilish qoidalariga rioya qilish kerak. Yotishdan oldin og'ir ovqat yemaslik, kofe, achchiq choy, energetiklar va alkogol ichimliklarni ichmaslik zarur. Shu qoidalarga rioya qilsangiz, xotira va diqqat yaxshilanadi, asab tizimi tiklanadi, qon bosim va yurak-qon tomir buzilishlari xavfi kamayadi, kayfiyat va ish qobiliyati oshadi. Shu haqda yana ma'lumotlar olishni xohlasangiz, bizning sahifamizga obuna bo'ling.